Vesagro korxonasida mahalliy yel o'smanchi urug'larini ekishgan. Joy qidirib mana shu teshiklardan chiqadi. Mana shu o'zi aslida katta bir stress hisoblanadi. Bitta masala bor. Juda ham ko'pchilik bilib qo'ysin. Piyozni yig'ib olishga juda ham ko'p pul ketadi. Shunday. Aynan bularda dalasida bo'lgan ma'lumotni qoldiraman. Bittalab kesib chiqqan. Mana bu selkada ekkanda ham o'tgan yili juda ko'plab muammolarga duch keldik. Mabodo uzilib qolsa ham shundan foydalansa bo'ladi mana shundan. Shunday. 10 gektarda bir kunda ekdi-da. 10 gektarda suvni holatiga qarash kerak. Agar suvlari iflos bo'lsa, baribir filtr qo'yish kerak. 1 gektarga bir xaltadan aydaymiz-da. 50 kilogramm 1 gektarga. 2-3 quloq bo'lgungacha o't olsanglar bo'ldi. Yo'g'og'i muammo bo'lmaydi. O'sha vaqtda. Undan keyin tripsi obrabotkalari bor. 300-400 litrga 20-30 gramm. Общий hammasiga. Uni piyoz ko'rmaydi, lekin chiqayotgan mana bu mayda begona o'tlar hammasi ko'radi, maydasi. O'rtoqlar, agar sizlarda dalillarda unaqa bo'lmasa, suvlar unaqa toza bo'lmasa, bu muammo olib kelishi mumkin sizlarga. Bu hozir qaysi korxona? Bu Turboplast korxonasi. Demak, turboplastika. 5 barobar. 5 barobar. 5 barobar iqtisod. Bu hali bitta preimуществосini aytyapmiz. Bitta korxonani mahsulotini olib, o'sha korxonani mahsulotidan to'laqonli, ya'ni sepochkada foydalanish maqsadga muvofiq deb o'ylayman. Bu kartamizda 2 bo'lib sug'oramiz. 330 dan bo'lib sug'oramiz. O'rtoqlar, piyoz dalasiga keldik. Mana bu tomonni bitta qaranglar. O, bepoyon dala, tomchilab sug'orish shlanglari o'rnatilgan. Bugun 3 ta bir ma'lumot bo'ladi. Ham tomchilab sug'orish tizimida, ham mana piyozni agrotexnikasi. Hozir Bekmurat akamiz aytadi qayerdaligimizni. Assalomu alaykum. Biz mana bu eski Bulung'ur tumani eski Fozil Yo'ldosh shirkat xo'jaligi Erganakli qishlog'ining Erganakli Agro Export fermer xo'jaligidamiz. Dalamizga o'sha Vesagro korxonasining sponge urug'ini olib kelib ekkanmiz. Yellow sponge mahalla avlodi bo'lgan. Ancha avlodini ekkanmiz. Bu yerga keyin Turboplast korxonasini shlanglarni, kapilni lentalarini tortganmiz. Bu yerga hozirgi kunda bir 2 marta suvdan chiqardik. Piyozimiz ham Xudoga shukr, barakasini bersin, chiqishlari yaxshi. Ekilganiga qancha bo'ldi Bekmurat aka? 20-martlarda ekildi-da. 20-mart. Ekilgandan keyin qanchadan keyin sug'orildi? Hafta o'tib suv qo'ydik-da. Bir haftada montaj qilib bo'ldi. Keyin darrov suvni ochdik. Avval ham o'tgan yillar ham turboplastmi yoki umuman tomchilab sug'orishni foydalangansizlar? Birinchisi masa bu. 3 yildan beri foydalanib kelyapmiz. Effekti juda yuqori. Bizga ma'qul. Endi yildan yilga qo'shib ketyapmiz-da, gektar soni ko'payib ketyapti. Birinchi yil 3 gektar edi, o'tgan yili 6 gektar, bu yil Xudo xolasa 15 gektar bo'ldi. Mana shu 15 gektarlik joymi hozir? Shu yaqin o'rtada? Bu kartamiz bor, keyin bu yerdagi kartamiz. Hozir suv qo'yilmaganini hisobiga piyoz ko'rinmaydi. Suv qo'ysa ko'rinadi o'zi piyoz, shunaqa bo'ladi. Qurib turibdi. Mana ko'ryapsizlar, piyozni chiqishini. Bunda soyada, mana soyada olib ko'raylik shuni. Bizni mahalliy bu yerda boya aytdim, 3 tasi birda deb Vesagro korxonasida mahalliy yel o'smanchi urug'larini ekishgan, urug'lar chiqib kelyapti. Haqiqatan yerda ma'lum bir nyuanslar bor. Mana ko'rib turibsizlar, qattiq. Teshiklardan chiqib turibdi piyozlar. Yumshaganning hisobiga mana bu yerdan ham aytsa bo'ladi. Mana shunaqa namyoklar bor. O'zi piyoz yetishtiruvchilar biladi buni. Yerda yuza qismida qatqaloq yuzaga keladigan bo'lsa, piyoz urug'i chiqolmasdan joy qidirib mana shu teshiklardan chiqadi. Mana shu o'zi aslida katta bir stress hisoblanadi. Piyoz urug'i kichkina bir narsa o'shanda mana shu holatga yuzaga keladi. Imkon qadar keyingi yillarda mana shu yerda gumus qatlamini avval to'g'rilab, keyin mana shu chiqib olguncha bo'ladigan bo'lsa, fisqot juda yuqori bo'ladi, xudo xolasa, inshaalloh. Mana shunaqa preparatlarni tavsiya qilyapmiz. Gektarlab gung solishga imkoniyati yo'q. Mana shu guminlar aynan konsentratsiya qilingan Qozog'istondan chiqarilgan yerda ma'lum bir qatlamda nechidir million yillar avval bu shakllangan va shu yerni olib kelib qo'llab ko'rdik. Haqiqatan buni sifati bor. Sekin-sekin mana shu muammolarni ham oldini olishda shunaqa va shu kabi preparatlardan foydalanamiz, xudo xolasa. Endi bir necha yil avval tarixi bor. Yerga ekishardi. Abdusalom ular yerga ekib, ariqdan sug'orishib hosil olgan. Kamoliddin, Bobomurod bular ekilgan vaqtlarda videolari bor. Katta piyozni ko'chat qilib ekishgan bular. Endi ko'chatni qil, uni o'tkaz, juda ko'p ishda endi u hozir. Hozir shunaqa vaziyat bo'ldiki, mana bemalol tomchilab sug'orish shlanglari bularni o'zlari adashmasam Agrikoladan, Agrikola korxonasidan to'g'ridan-to'g'ri ekadigan siyalkani olib kelishdi. Unda tomchilab sug'orish shlangini o'tkazadigani o'zida bormidi yo'qmi bilmayman. Bormidi? Yo'q, biz uni zakaz qilmadik, chunki bu o'taq jarayonida uni har tomonlama hisoblab ko'rdik-da. O'taq jarayonida baribir teshadi. U ko'mib ketgandan keyin
Aha. Bizga u ko'rinmaydi ekanda, shuning Ha, uchun ha, ha. o'zimiz alohida tortib chiqishga ma'qul bo'ldi-da. Biror bizga. kun kelib, uni ham yechimi topiladi. Sizlar Ha. uni yechimini ham topasizlar. O'toqni dalalardan ancha tozalab, keyingi yil, oldingi yil o'zi boshlanadi-da uni ishi. Shunday, Oldingi yil boshlanadi, o'sha yerlar tozalanib, keyin o'sha yerga ekin qilinadi. Bizda bilasiz-ku, hali taqalib oxiri kelgan vaqtlarda yerlar aniq bo'ladi. Yer o'ziniki emas, shunaqa muammolar bor. Juda ko'p joylarda yana bitta narsasi bor. Siz pushta qilib ekkansiz. Necha yillik pushta bu? Bu 1.5. 1.5lik pushta. Bitta masala bor. Juda ham ko'pchilik bilib qo'ysin. Piyozni yig'ib olishga juda ham ko'p pul ketadi. Shunday. Aynan bularda dalasida bo'lgan ma'lumotni qoldiraman. Bittalab kesib chiqqan. Bitta piyozni millionta bo'lsa, milliontasini kesib chiqadi qo'lda va keyin o'sha kesib chiqilgan piyozlarni qo'ldan o'tkazib setkaga solishda qo'ldan o'tadi, yig'ishda qo'ldan o'tadi. Rosa ko'p ish. Katta qilingani hozir aynan batvay udalитель deymiz. Yurganda poyasini kesib ketadi, orqasidan qazib ketadigan uskunalar bor. Yuzlab odamning ishini bitta texnika bajaradi. Mana shunaqa qilib bajarishi bu birinchi faktori. Ikkinchisi, zominlarda haligacha 70lik, 60lik agatlarga tashlayapti buni. Bu degani qirg'og'ida ikkita tomonda ariq bo'lgandan keyin o'z-o'zidan suvi isrofi ko'payib ketib qoladi. Mana realniy vakili turibdi, Turboplastdan kelgan. Mana ataylab ko'rgani keldi. Demak, nima demoqchimiz? Buni qachonki o'sha pushtalarga qo'yib ishlansa, samaradorligi yuqori bo'ladi. Yuqori bo'ladi. Buni nafaqat sizlarning atrofinglardagi tadbirkorlar, zomindagilar ham kim buni piyozni mana shunaqa tomchilab sug'orish tizimiga ekadigan bo'lsa, hammasi bilish kerak. Birinchi masalada. Ikkinchisi endi ozuqalarimiz. Haligi tonna fosfor, kaliy, azot, rosa sepib yurilardi. Ana ularni hammasini mana bunaqa o'g'itlarni tomchilab sug'orish tizimiga, shlangasiga bitta tashlab qo'ysangiz, o'zi yetarli tomirga shunday boradi. Ortiqcha o'g'it ham yo'q, ortiqcha harakat ham yo'q, xarajat ham yo'q. Juda chiroyli bo'ladi, to'g'rimi? Mana bu ham juda выгодный bo'ldi. Biz necha yil to'polon qildik. O'tinglar, qilinglar, tomchilab sug'orish tizimiga o'tish kerak. Nafaqat suv, ozuqa. Qani mineral o'g'itlarni qanchasi keraksiz, mana begona o'tlar ham sug'ormaysiz, piyozga kerakli suvni berasiz, begona o'tlar chiqishi ham ancha kamayadi. Bu juda ham effektivni. Ham keyin haliga aytganimizdek, ko'chatni ekishga qancha opalarning xizmati ketardi. Bularning hammasini puli iqtisod bo'lib qolyapti. Mana shuni ekishga qancha vaqt ketdi? Endi hozir 10 gektarda bir kunda ekdi-da. 10 gektarda 10 gektar. Bir kunda ekdi. Karl dedi-ku, 10 gektarda bir kunda ekyapti. Endi 10 gektarda endi realni ayting, mana nima eshittirsin. Ko'chat bo'lganda qanchada ekan? Bir kunda endi 1 gektar ekasizda. Nechta odam? 70-80 ta bo'ladi. Uni oziq ovqati bor, uni puli bor. Qancha pul bo'lardi? Taxminan bo'lsa ham bo'ladi. O'sha bir kunlik xizmatini ayting. Endi 1 gektarga o'rtacha shu 15 million atrofida xarajat bo'ladi-da. 15 million o'rtoqlar, 15 million. Endi siyalkada qanchaga bo'ldi? Siyalkada endi hozir 3 milliondan ekib berdi bolalar. Aha. 1 3 million. gektarini 3 milliondan ekib berdi. Necha barobar bo'lyapti? 5 barobar. 5 barobar. 5 barobar iqtisod. Bu hali bitta preimуществосini aytyapmiz. Bu bir xil urug' tashlaydi, bir xil unib chiqadi imkon qadar. Haligi batvododlarimizni solish imkoniyati bo'ladi va juda ko'plab faktorlar bor. Sanasa adog'i yo'q uni. Shunday. Mana endi yangi bir tizimga o'tyapmiz. Avval piyoz ekilgan yer ekan-a? Ha, o'tgan yili piyoz joyi edi. O'zi piyoz ekilgan joyga odatda 5 yilgacha ekmanglar deydi. Ba'zi nimalarimizni 3 yilgacha eksa bo'ladi deydi. Almashlab ekish shanosi bor, turli xil kasallik qoldiqlari qolib ketadi. Imkoni bo'lsa, shu yerlarda almashlab ekish shanosiga e'tibor qilsanglar yaxshi bo'ladi. Biz piyoz bo'lmaydi demaymiz. Piyoz bo'ladi. Piyoz bo'ladi-yu, katta ehtimol bilan kasallikka bo'lgan moyillik yuqori bo'lishi mumkin. Boshqa 2 yil, 3 yil, 4 yil, 5 yil, undan ham ko'proq ekkanlar ham bor va natija olganlar ham bor. Yo'q demaymiz. Lekin qonun qoidasi shunaqa, imkon qadar o'sha sidratlar bilan almashlab ekishinglar, samaradorligi yuqori bo'lishi ehtimoli oshadi. Mana shunaqa deylik. Sizda nima fikr bor? Bizda endi hozir ekish maydonimiz tanqisligi uchun majbur bo'ldik o'sha ekishga. Bu bizning muammomiz. Hammada unaqa yerlarimiz yo'q-ku, bosilib yotgan yerlar yo'q. Xudo xolasa majburmiz o'sha joylarda. Piyozchi bo'ladigan bo'lsa, har yil piyoz ekish o'rgangan bo'lsa, o'sha joyga. Maslahatim chet elda ishlatiladi. Biz eshitib turganlar ham bilib qo'ysin. Endi o'sha piyozni ekuvchilar ham almashsa bo'ladi yerni. Bir yil seni bedeni bu yoqqa ekaylik, senikini men piyozimni yoqqa ekaman. Buni bunday qilamiz. Chet elda bor, Abdusalom. Shunaqa narsalar bor. Almashlab ekadi bir-birini yeridan. Chunki majbur ular. Bo'lmasa o'sha kasallikka yo boshqa bir muammoga kirib qoladi. Demak, biz ko'rsatadigan piyozni hali o'sib chiqmagan, lekin hozirgi mana shu qo'yilgan lifletlar haqida, mana bu shlanglar haqida, turboplast haqida ham ma'lumot olsak bo'ladi. Bekmurod aka, nima deysiz?
Mana 3-yil ekan. Ha, 3-yil. Biz yaqinda bitta ma'lumot oldik. Piyoz ekkan dehqonlar bor, ayniqsa mana Zomin qo'shni hududlarda ekkan. Nima qildinglar desak, shu eski qolib ketgan fermerlardagi shlanglar bor, turbalar bor, liflet bormi yoki sprinkler sepadiganlar bormi? Har xil joylardan olib, turbani olib kelib, mandal turbalar deymiz. Shu mandal turbalarga o'zlari ulashib, endi 7 xil, 8 xil, 10 xil joydan yig'ib olgan va olib kelib o'sha joyga ekib piyozga qilishyapti. Biz aytmaymiz u juda noto'g'ri ish bo'lmaydi deb. O'sha yerda ham nimalardir qilinadigan joylar bor. Lekin meni fikrim bo'yicha bitta korxonani mahsulotini olib, o'sha korxonani mahsulotidan to'laqonli, ya'ni sepochkada foydalanish maqsadga muvofiq deb o'ylayman. Maslahatni ham olish kerak. Aslida o'zi shunday. To'g'ri, endi hozircha muammolar bor. Liflet boshqa yerdan olinyapti. Quvurlar, mandallar boshqa yerdan olinyapti, shlanglar boshqa yerdan olinyapti. Menimcha o'ylaymanki, keyinroq mana shu yaqin yillar ichida juda ham manfaatli bo'lardi. Bitta korxona bilan ishlansa. Ham korxonaning mahsuloti bitta joydan bo'ladi. Uni maslahatı ham bitta joydan bo'ladi-da. Shlanglarni har yili yangilaymiz. Bu hozir qaysi korxona? Bu Turboplast korxonasi. Demak, Turboplastika. Absalom, o'tgan yili berodinglarmi bu yerda shlanglar? Berganmiz, ha. O'tgan yil ham berganmiz, undan oldin ham berganmiz. O'tgan yili 1 yilligini olgansiz? Ha, qanaqa ishladi 1 yilligi? Biz endi qanaqa piyozga qo'ydingiz? Endi bu yerda qanaqa oziqa berishingizga qarab, filtri bor, filtri yo'q, to'g'ridan to'g'ri haydaydi, boshqa qiladi. Shu nuqtai nazarda hammasini savkupni olganda qanaqa natijasi? Bizda endi to'g'ridan to'g'ri haydaymiz. Ha. Bizda eski ko'p yillik artizan skvajinamiz. Ha, ancha toza, qumi yo'q. Bu oxirigacha yaxshi ishlaydi. Bunday to'lib qolmaydi teshiklari. Mavsum tugab piyoz pishgungacha muammo bo'lmaydi demak. Yo'q, yo'q. Bemalol o'sha oziqani ham o'sha ko'rdilaringiz, bochkadan og'izib, o'sha yerdan to'g'ri keladi. Hali borib ko'ramiz uni ham. Mana piyoz maydoniga keldik. Mana bu quvurlar, mandalni quvurlar, bular haqida kichkina ma'lumot berasiz. Krayniklarimiz, suvda boshqaramiz. Bu hozir bu kartamizda 2 bo'lib sug'oramiz. 330 dan bo'lib sug'oramiz. Mana bunisi hozir pastki tomonda ham xuddi shunday bo'lingan. Bir tomonni 330 ga ochamiz. Mana bu oxirigacha 330 chiqadi. Bu ichi bo'lgandan keyin keyingi ikkinchi tomonini ochamiz. Keyingi 330 kartaga. Bo'lib sug'oramiz-da. Absalom, siz endi ma'lumot bersiz bu quvurlar haqida. Bugun zavodda ko'rdik mana 160 lik mandal quvur hisoblanadi. 160 dan 110 ga o'tgan perexod orqali. Bu tarafda esa mandalli erkak boshliq deydi. Bir tomoni mandalga, bir tomoni lifletga mo'ljallangan. Xuddi shunday zapchastlar ham bizda bor. Mana bu ko'rayotganingizdek lenta ulaydigan ikki taraflama chiqish traynikchalar ham korxonamizdan bu kishi xarid qilganlar. Sug'orish lentasidan tashqari. Keyin Turkiyadan olib kelgan Akona mana katta kran, mandal kranlarni ham, mana zapchastlarni ham adashmasam bizdan oluvdilar. Bularni ko'rdik, o'sha skladlarda turgan edi. Har xil o'lchamdagilari bor edi. Bizdan oluvdilar. O'sha yerdan keladi. Endi biz 3 yillik kanalimiz bor-da hozir bu yerda. Boya aytdik-ku, qolgan fermerlarda qolgani. Demak, mana bu ham o'shadan kelgan. Boya ayollarimiz qoqib o'tirgan shu emasmidi? Ayollarimiz qoqib o'tirib qo'lda qilinadi-da, ulaydigan joyi bor dedingiz. Mana o'sha joy. Realni mana faktlarda ko'ryapsiz hammasini. Mana shu joyi qo'lda qilinar ekan. Mabodo uzilib qolsa ham shundan foydalansa bo'ladi mana shundan. Shunday. Ulab ketadi. Shunday primoy ulamasi bo'lib, rezvaligi emas. Primoy ulamasi. Unaqa formadagisini ulab ketaveradi. Shunday. Bo'ldi. Bu rezvaligi, bu lifletdagi ulangan. Demak, bu yog'i shunga o'xshagan. To o'sha bo'lib maydon bo'yicha qo'yilgan. Xo'p, bitta savol bor, aka. Mana shlanglar. Turboplastni bugun borib ko'rdik, mahsulotlarni ko'rdik va bularda metraj yozilgan 2000, 2500, 3000. Mana sizga necha ming metrlik berilgan? Menga 3000 metrlik berilgan. O'sha menda hozir muammo bo'lmadi. Men olib kelib o'zi endi hisob kitobni o'zim chiqaraman. Gektarga qancha ketadi, o'shanga qarab olib kelaman. 3000 metrlik berdi. Hozir 15 gektarga polni tortib bo'ldik. Siz hisob kitob qildingiz. Bulardan metrini hisoblab oldingiz. Hech qanaqa kamchilik chiqmadi. Yo'q. Hammasi joyida. Nimaga so'rayapmiz? Chunki yaqin vaqtlarda juda ko'p gap eshityapmiz. Tomchilab sug'orish ishlab chiqaruvchilar shlanglari yolg'on chiqishi ham mumkin degan har xil gaplar chiqib qoldi. Yetmaydi, kam beradi, boshqa degani. Biz bugun zavodda ko'rdik. Odam ishtirok etmas ekan yerda. Kompyuter hammasini qiladi. Ochiqcha bo'lsa ochiqcha hisoblar ekan. Pogрешность bo'yicha kam chiqarmas ekan. Rulonda aylanishini hisobga kelib bo'lsa ortiqcha ham chiqar ekan. Mana bugun realni tadbirkordan nima qilyapmiz? Hech qanaqa yolg'on gapirishni qizig'i ham yo'q
va bunaqani isbotini bir nechta joylarda ko'ryapmiz. Menimcha shu gaplar ozgina ortiqcha. Nafaqat turboplastika, boshqa korxonalarga ham bunaqa sal tuhmat ko'zi bilan qaramasa yaxshiroq bo'lardi. O'zaro munosabat to'g'ri bo'lishi kerak. Skvajina. O'zbekchasi nima bo'ladi uni? Artizan. Artizan. Shu artizan suvi tozaligi uchun sizda muammo bo'lmagan, har yil ekyapsiz, chiqyapti, muammo yo'q. Hamma atrofda shunaqami? Hozir hammasi atrofimizdagi qilgan artizanlar hammasi eski artizanlar. Soyuz davri deymiz. O'sha vaqtdan beri chiqayotgan artizanlar. Hammasi tagi tozalanib bo'lganda, qum chiqarmaydi. Tomchilab sug'orish ishlab chiqaruvchi mutaxassislar o'zi nima fikrda aynan shu masalada? Ular baribir filtr qo'yish kerak deb taklif beradimi yo agar shunday qilish mumkin? Shunday qilish ham mumkin. Chunki o'zlari kelib aytdilar menga. O'zim o'sha suvdan ichaman. Hozir men mashinaga keldim, tushdim. Suv ichasizmi dedim. Yo'q, hozir artizan ochaman, o'shandan ichaman dedilar. Ha, o'sha suvi ichimlik suviga yetadi deyaptilar. Endi suvni holatiga qarash kerak. Suvni holatiga qarash kerak. Agar suvlari iflos bo'lsa, baribir filtr qo'yish kerak. Qo'yish kerak. Suvlari 100% o'zim garantiya beraman, suvim toza desalar, bizlar qarishligimiz yo'q. Bemalol o'sha bez filtr ishlatsa bo'ladi. Ko'pchilikda shunaqa nima bor, filtr baliq qo'yilishi kerak. Nima uchun bu gaplarni gapiryapmiz? Ilmsizlik orqali, mana siz suvim toza, nima uchun so'rayapman buni? Ko'plarda unaqa emasda, holat boshqacharoq. Sizdan ko'radi, YouTube'dan ko'radi, boshqani qo'yadi. Ha, bu Bekmurod akada bo'pti, biz ham gazini bosib yuboramiz deydi, siz gapingizga qarab turib bosib yuborish mumkin. O'rtoqlar, agar sizlarda dalillarda unaqa bo'lmasa, suvlar unaqa toza bo'lmasa, bu muammo olib kelishi mumkin sizlarga. Xuddi shu holatda umuman teskari muammoga duch kelasizlar, ya'ni teskari natija bo'ladi. Bilasizmi, darrov tiqilmaydi-ku. Rosa razgarda tiqiladi-da. Mayda zarracha bo'ladi. Borib tiqiladi. Piyozni shu pishib yetiladigan suv kerak bo'lgan paytda shu u yerda, bu yerda muammo chiqaradi. U paytda uni almashtiraman bo'lmaydi. U juda katta ishda uni almashtirish. Shuning uchun eslab qo'yinglar. Ana undan keyin muammo bo'ladigan bo'lsa, do'p tor kelib qolsa, kim yomon? Mana bu tomchilab sug'orish tizimini chiqargan yomon. Uni shlangasi bo'lmasa ekan, o'tgan yil Xitoynikini oluvdik, falon bo'ldi, zo'r ishlovdi, bil falonaqa. Boshqa joyda dehqonchilik qilgan bo'lishi mumkin. Boshqa holatlar, juda faktorlar ko'p. Shuning uchun men endi chuqurroq o'rganyapman. Men uchun mana shu dehqonlarning manfaati muhim. Men har doim ikkala tarafda ham to'g'ri turishim kerak. Ishlab chiqaruvchi tarafda ham, bu yoqda ham men uchun jamiyatning manfaati muhim bo'lishi kerak. Ya'ni tadbirkorlarimiz baquvvat, zo'r, xarid qobiliyati yuqori, ilm o'rganadigan, chet elda bo'ladigan, mana Yevrotir bo'ladi, agrotexnika bo'ladi, juda katta tadbirlar o'sha yerga tashrif buyurib, katta yaxshi texnikalarni oladigan boy badavlat akalar bo'lishi kerak. Men juda qattiq maqsad qo'yganman. O'sha maqsadning yo'lida biz nimaki janjal bo'lsa, mushlashamiz, lekin mana bu narsa yaxshi ishlab ularga manfaat olib kelish shart. Mana shu masalada keldik, mana ko'rdik, xudo xolasa buni yana dars ko'ramiz. Endi chiqqan ekan, xudo xolasa buni o'suv davri bor. O'suv davri bo'yicha, boshqa ishlari bo'yicha kelib bir kamida 1-2-3 marta kelsak, ancha buni natijasini ko'ramiz. O'tgan yildan beri nima bo'ldi, qanaqa yutuq, qanaqa kamchilik, hammasini aytamiz. Ham tomchilab sug'orish tizimini, ham agrotexnikada. Endi hozirgi mana to'g'ri aytdingiz. Mana bu selkada ekkanda ham o'tgan yili juda ko'plab muammolarga duch keldik. To'g'ri. Mana bu ekkandan keyin uzog'i 10 kun ichida suv sug'orish kerak. 10 kun ichida. U cho'zilib 10 kun, 15 kun bo'lsa ham qilaman deb yur. U o'tgan yili shunaqa duch keldi. Biz 15-20 kun, undan ham ziyodroq bo'ldi. Piyoz chiqmadi. Selka ekkani bo'lmas ekan, unaqa ekan, bunaqa ekan, gap so'zlar ko'paydi-da. Demak, u yerda ham bir muhim faktor bor. Shu hafta 10 kunligicha sug'orib bo'lish kerak. Chunki mana bu ko'chatga ham parnik qilganda darrov suv beradi, yomg'irdan oldin ekadi. Urug' evishi uchun urug' qachonki evisa, keyin unib chiqadi, yoriladi, keyin unib chiqadi. To'g'ri. Bunda ham xuddi shunday, qachonki urug' evisa, keyin yorilib chiqib, chiqishi tezlashadi-da. Albatta. Juda ham yaxshi. Mana shu ekish oldi obработкалari bor, ekish oldi qiladigan ishlar bor, urug'ga tegishli bo'lgan ishlar. Mana hozir ko'ryapmiz, yaxshi mahalliy urug'. Ya'ni bu urug'ni anonisi emas, mana bu yoqdan olsa ko'rinar ekan. Mana bunday olsa ko'rinar ekan. Nishot olib ko'rchi, balkim ko'rinar qolganlarga ham. Shu ko'k chiziq bo'lib turgani o'sha bir qator bo'lgani. Hali juda ham yoshlik uchun juda qiyinroq. Bir 10-15 kunda ancha ko'karib, ko'ziga ko'rinib qoladi. Ya'ni mana shu yerda bitta faktor bor. Simqurt bo'ladigan bo'lsa, qurtlar bo'ladigan bo'lsa, ayni mana shu vaqtda juda ham buni parvojat qiladi. Hozir imonni o'sha bo'yicha sizga endi bog'lanmoqchi edim. Men Xudoning o'zi yetkazdi sizga. Shuni simqurt o'sha bitta petla deymiz, chiqib urug'ini tashlab nari bo'lgan paytda juda ham qirg'in barot qiladi. Mana hozir ko'ryapsiz, yaxshi chiqqan. Shunday ko'rasiz, ko'zingiz o'ngida bir haftaning ichida shunday yaydoq bo'lib qoladi. Eng yaxshi preparat baribir o'sha Enjoy yaxshi ishlayapti hozir bizda. O'shalarda birorta gumilli ozuqa bilan, antistressantlar bilan berib borarsizlar, xudo xolasa har bitta obработкада
Shu 2-3 quloq bo'lgungacha o't olsanglar bo'ldi, muammo bo'lmaydi. O'sha vaqtda. Undan keyin tripsi обработкалari bor va albatta o'toq masalasida bitta narsani aytaman. 1 gektarga 20 maksimum 30 gram oksoflorfen bor. Gual deymiz, oksigat deymiz. O'shani birorta preparat sepganingizda qo'shib yorsangiz 20-30 gram 1 gektarga o'rtacha 300-400 litr suv ishlatiladi. Har kimda har xil. 300-400 litrga 20-30 gram. Общий hammasiga. Uni piyoz ko'rmaydi, lekin chiqayotgan mana bu mayda begona o'tlar hammasi ko'radi, maydasi ham. O'shani har обработкада hafta 10 kunda barg orqali listovoy обработка qilayotganingizda mana enjo sepyapsiz masalan, boshqa qo'shib yuborsangiz o'tni muammosi 70-80% ga yo'q. Chiqmaydi o'zi. Muammodan qutulasiz. Mana bu o'tlar chiqayotgan mahalda yaqinroqdan kelib ko'rsat. Mana shu o'tlarda chiqayotgan mahalda juda ham zaif bo'ladi. 20-30 gram 1 gektar uchun kulgili, o'ta kulgili sarf me'yor. Lekin mana bu o'tlar endi chiqayotganda u uchun yetarli bo'ladi. Odatda 300-400 millilitr ishlatiladi gektariga yoki 1 litrgacha ishlatiladi agar o'tlar ko'payib ketadigan bo'lsa, oksoflorfenlar. Ana o'shanda, haligi nima deymiz? Katta timsohni bor-ku, 5 metrlik, 6 metrlik timsohni bir gugurt qutiga sig'adigan bo'ladi-da, bolasi. Uni bir yosh bola ham bundoq o'ldirishi mumkin. O'sha paytda o't ham xuddi shunaqa holatda bo'ladi. Yosh bola o'ldiradigan, lekin u 5 metrlik bo'lsa butun mahalla zambarak bilan chiqish kerak uni o'ldirish uchun timsohni. Bu ham o't katta bo'ladigan bo'lsa xuddi shu muammo yuzaga keladi. Shuning uchun o'zini vaqtida qilingan обработка qo'shimcha o'toq million pul degani. Agar gerbisid ishlatadigan bo'lsangiz, piyoz bargi stress oladi, boshqa bo'ladi, unga keyin mana bunaqa gumilar ishlatish kerak. O'shani oldini olish uchun o'shani vaqtida sepib turing. Hafta 10 kunlik, 15 kunlik обработкani qilavering. Bo'ldi, muammo yo'q, o'z-o'zidan yo'qoladi. O'zi bundoq qaraydigan bo'lsak, artizan va hech qanaqangi bir shamanit qilinmagan, ya'ni seremoniyalarsiz deymiz biz. To'g'ridan-to'g'ri mandalni turbaga suv ulanyapti. Shunday. Bo'ldimi? Mana bu ko'k turbamiz nima qiladi? Bu oziqani shundan jo'natamiz. Haligi tonna sepiladigan azot, fosforlarni shu yerdan. Shundan jo'natamiz. Mana qaranglar. Bir ko'p dahshatli narsa emas. Agar haqiqatda mana hozir Abdusalom o'zi ham aytayapti, agar suv toza bo'lsa, bemalol foydalansa bo'ladi deb. Endi dala joylari sal akalar xafa bo'lmaysizlar. O'tgan yilga qarshi endi yuvib tozalab, hali ishga tushgan yo'q. Endi boshlanadi, xudo xolasa. Buni yuvib tozalab, endi ishga tushiramiz. Demak, mana shu yerga suv tushadi. Oziqani shunday olib kelinadi, shunday quyasizlar. Ma'lum bir oxirgi bosqichda suvda sug'orib bo'lgandan keyin ma'lum bir bosqichda bitta shu qo'yib yuboriladi. Shunaqa bo'ladi. Shunday. Odatda qanaqa sistemada ishlatiladi masalan? Sizlar hozir bunga azotlar ham, karbomitlar ham solasizlarmi o'zi? Azot, karbamid solamiz. Kerakli miqdorda eritib, kam miqdorda haydayveramiz. Misol uchun shu bochkaga hozir bir xalta solamiz. Undan ko'p solsak, o'sha suvni o'zi bilan reaksiyaga kirishmay qolar ekanda, erimay qolar ekan. Bir xalta solib, eritib, haydab turamiz-da. Hozir 3 gektarga bir dori berishda 3 xalta azotda haydaymiz. 1 gektarga 3 xalta. 1 gektarga 1 xaltadan haydaymiz-da. 50 kilogram 1 gektarga. Turli xil mikro makro elementlar bor, xelatli formada. Mana bu shlanglarga ham tiqilmaydi. Bundan tashqari juda ham tez asfaltladi o'simlik orqali. O'shanga o'xshagan, albatta mana bunga o'xshagan gumilli turli xil preparatlardan qo'shib bersanglar, juda samarasi yuqori bo'ladi. Endi to'g'ri hozir bizda haligacha karbamid, azotlar berilyapti. Xudo xolasa biz ham NPKlar o'zimiz ishlab chiqaruvchi xelatli formadagilar arzonlashib, dostupniy bo'lsa, akalarimiz soladi. Uni samaradorligi ancha bo'ladi. U kamaz bo'lsa bu Damasda solinadi, bunday aytganda. Obyomi shunaqa. Lekin samaradorligi baribir bir xil bo'ladi o'shani. Ancha foydali bo'ladi. Yaxshi. Demak, bu yerda hech qanaqangi bir know-how, bir odam hayratda qoladigan narsa yo'q. Mana afsonaga ko'ryapsiz. Suv bu yerda ma'lum bir bochka qo'yilgan, hech qanaqa filtrlar yo'q. Endi yana bitta yo'li ham bor. Agar dorilari bir xil ko'rinishlari qattiq ko'rinishda bo'lsa agar, mana bu joyiga, chiqish joyiga kichkina filtr qo'ysalar ham bo'ladi. Bu maslahat. Fosforlar bor-ku. Odatda o'zi qiyinroq. Fosforlarni albatta shu NPK formatda bergani yaxshiroq. Kaliylar ham masalan juda og'ir haligi. Dehqonobod kallar, erishi qiyin bir nimalar bor. Agar mabodo shunaqa tizimda beriladigan bo'lsa, baribir nimadir qo'yish mumkin. Nima uchun u NPKlardan u qimmatrog'ini aytyapman? Ular juda tez eruvchan. Umuman shlangalar ham tiqilmaydi. Juda unaqa muammosi yo'q ularni. O'shalarni berib yuborsa bo'ladi. Yaxshi, keyingi kelishlarimizda biz buni bir chuqurroq ko'rib, batafsil iloji bo'lsa preparatlarni quyib, bunga bir chiroyli qilib bir ko'rsatib bersak bo'ladi. O'rtoqlar, bir kichkina bo'lsa ham bir master-klass qilishga harakat qildik. Sezon endi boshlangan, hali unaqa jarayonlar boshlangan. Ko'rdinglar, na piyoz bir durust qilib chiqmagan, na bir o't ham yo'q.
Xudo xolasa kelganda bir maysali bo'lib, mayorda ishlar qaynab bir kipich bo'layotgan paytda tomchilab sug'orish tizimini ham ko'ramiz ishlashini, oziqalarni ham ko'ramiz, agrotexnika masalasini ham bitta ko'ramiz. Yana darsi bo'lishi kimlarga balkim foydali bo'lar, maslahat beramiz. Xudo xolasa shuni orqasidan ko'rganlar bo'lsa, foydalanishi mumkin. Kimdir yangi boshlagan yosh yigitlarimiz bor. Xudo xolasa ular uchun manfaatli bo'ladi. Qolganlar uchun bir portfolioda bir yangilik bo'ladi. Kimdir tomchilab sug'orish qilaman deb 10 yildan beri yuribdi, hali qilgan yo'q. Bitta ko'rsatamiz, master klass bo'ladi xudo xolasa. Katta rahmat sizga, baraka toping. Xudo xolasa tez orada bo'lmasa xayrlashamiz. Ko'rishguncha deb qolamiz. Salomat bo'ling.